ismim Ibrohim Bazizbek. Avtolog tomonidan shu mulkga kiritilgan mahalladan kiraman. Hozirgi kunda yoshlar uchun juda ko'plab imtiyozlar ajratilgan, jumladan Avtolog tomonidan hududlarda ishsiz yoshlar bilan tizimli ishlash, yoshlar biznes dasturi doirasida imtiyozli kredit mablag'larini taklif qilish hamda yoshlarni bandligini ta'minlashga ko'maklashish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevraldagi yoshlar tadbirkorlarini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 62-sonli qarori imzolangan. Bu qarorga asosan ishlab chiqarishni rivojlantirish, kengaytirish, xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida imtiyozli kreditdan olib foydalanishlari mumkin. Bu 62-sonli qarorga asosan 18 yoshga to'lgan, 18 yoshdan 30 yoshgacha ishsiz yoshlar uchun ajratiladi asosan. 18 yoshdan 30 yoshgacha ishsiz yoshlarga ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun, kengaytirish uchun, tashkillash uchun, xizmat ko'rsatish uchun kredit mablag'larini ajratib kelinmoqda hozirgi kungacha.